o'ta mustahkam. Ay, qattiq ko'rsataymi mana, qaranglar. Yo, onang. Qahramonlar, menda yomon xabar bor. Ko'p yo'q qilinmagan ekan. Ko'pni yig'ganingizda yangi maxfiy raqam kiritishingiz kerak edi. Fil, ko'pni sen yig'ganmiding? Men umuman ko'p yig'ishni yomon ko'raman. Uni Zik yig'gan edi. Yo'q, Lyosha amaki yig'gan edi. Yangi maxfiy raqamni kiriting. Artishok. Dunyoning eng qudratli qurilmasi Artishok nomi bilan himoyalangan ekan. Agar futbolga qiziqsangiz, mana bu she'rni bitta eshitib ko'ring. Dunyo yana to'lar nafrat sevgiga. Kimda yig'i, kim to'ladi kulgiga. Ispaniyada bir o'yin bor do'stlarim, dunyo unda bo'linadi ikkiga. Bir tomonda Yamal turar kulgancha, bir tomonda Madrid g'azab to'lgancha, Vini chopar qanotida bilgancha, dunyo yana bo'linadi ikkiga. Mbappening ko'zlarida dard nihon, poytaxt uchun keldi vaqti intiqom, Alonsoni kutar katta imtihon, dunyo yana bo'linadi ikkiga. Sog'inar kim bu kunda Rafinhani, lek ko'tarar Flik yana liniyani, futbol boshqa ko'rmagay bu soniyani. Yana dunyo bo'linadi ikkiga. Bugun kimga bazm, kimga azay, jang bo'ladi o'yindan so'ng rosa, qoq o'rtada qolganlarga maza. Yana dunyo bo'linadi ikkiga. Va bizda so'nggi savol. Klubning tarixdagi eng yaxshi to'purari kim? Kilian, Jud va Fede. Bu juda ham oson ekanligini aytishyapti. Jud esa Fede javob berishini istamoqda. Bo'la qol, axir sen bizning kapitanimizsan. Bu albatta Cristiano. Cristiano. Javob to'g'ri. Como bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Como bailalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Mana 2025-yil ham o'z yakuniga yetdi. Real Madrid uchun ushbu yil juda ham og'ir o'tdi. Jamoamiz ushbu yilda juda ham ko'p narsa yo'qotdi. 2025-yil boshida Carlo Ancelotti qo'l ostidagi jamoamiz Arsenalga qarshi o'yinda sharmanda